Ko'rayotganinglar Lopnaya Sampul Yeza Langar qabristoni. Bundan 1,5 yil ilgari bir jup yosh ko'ngliga ajoyib go'zal arzu-armonlarni pukib, ota-onalarining roziligini olib, illiq bir oila qurgan edi. Biroq to'y qilib 9-yilga kelganda bu oilada to'liq echinishlik fojia yuz berdi. Kelin qo'rsqidagi 4 oylik bo'lgan homilini bir kelib jahannamga yo'l oldi. To'liq afsuslanligi kelinning oxiratlik ishlariga dastlabda eridan boshqa hech qanday urug' tuqqani qatnashamadi. 6 oydan keyin bo'lsa, eridan boshqa hamma urug' tuqqani bu qizning oxiratlik ishlarini qayt elib bordi. Undaqda bu zodi qanday ish? Bu kelinning qotil zodi kim? Qani diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Ko'rayotganinglar Lopnaya Sampul Yeza Langar qabristoni bo'lib, Lopnayalik jamoat xavfsizlik idorasidagi xodimlar shu yerdagi omma bilan birlikda 6 oy burun ko'mib etilgan bir jasadni qazmoqda. Alahizal yarim soatdan ortiqroq vaqtdan keyin jasad qezib chiqildi. Bu bir ayolning jasadi bo'lib, texmi ichinishligi bu jasadning qo'rsig'ida yana 4 oylik bo'lgan homilimi bor. Undaqda bu zodi qandoq vaqa? Gapni 2014-yil 2-oyning 10-kunidan boshlashga to'g'ri keldi. Bu kuni Lopnaya 5 to'g'raq yezisida o'ltirishli Qosim Ibrohim Lopnayalik jamoat xavfsizlik idorasi Sampul soqchixonasiga keldi. 2014-yil 2-oyning 10-kuni o'lguvchi Xarnisa Qosimninki dadasi Qosimaxon va uningki yo'ldoshi Ruzmamat Davlat atritimizga kelib, shu ayolim uydan yo'qolib ketdi, nakatganligi aniq emas. Buningga 8-chilar yo'qolib ketgan. Hozir 2 kundan oshdi deb dilo ma'lumoti qilgandan keyin idora boshliqlari bu ishga yuksak ahamiyat berib 5 kishilik razvedka guruhisidan birini tashkil qilib, buni darhol izdigini qilish, diloning ahvolini aniqlab tekshirib oydinlashtirish to'g'risida urulashtirish qilgandan keyin atirtimiz qobil razvedchiklarni ajratib, bu diloni tekshirib razved qilishni boshladik. Maxsus dilo guruhi yo'qolib ketguchining shu chog'da Lopnaya Sampul yezi tavasidagi bir xish zavodida eri Ro'zi Muhammad Davlat bilan birga ishlaydiganini bilgandan keyin ish o'rniga berib ahvol egildi. Yo'qolib ketguchi ishlayotgan, vaqtda ishlayotgan Xumdonga chiqib, Xumdon atrofidagi odamlardan, urug' tuqqanlardan, qo'lim qo'shnilardan ahvol egallash ham buniki o'ltirayotgan uylardan texnikalik tekshirish yapadik. Tekshirish yapgandan keyin hamda bu uyda biz tekshirgan ahvolda buniki boshqalar tarafidan yoki o'ltirilib ketgan yoki bulab oldinib ep ketganligiga oid hech qanday bir dalil isbot yepuchi tepilmadi. Razvedchiklar yo'qolib ketguchining ijtimoiy munosabatlarini egillagandan keyin atrofdagi qo'shni nohiya shaharlargacha tekshirishni qanot yaydirdi. Hamda Qorqosh, Xotan shahar, Zunzako, Boshto'g'roq, hatto Chira qatorliq o'rinlarda shu ayolning tunishlari, urug' tuqqanlari tekshirish yapadik. Undan boshqa yana buniki ilgari telefon ishlatgan vaqtida kap qolgan telefon nomerlaridan tortib tekshirib, shu telefon og'uvchilarninki oilalarigacha bir tekshirish yapadik. Bir necha kunlik tekshirishdan hech qanday natija chiqmadi. Razvedchiklar hamda tekshirish obyektini yo'qolib ketguchining eng yaqin odamlariga qaratdi. Dilodagi mundaq bir ahvol razvedchiklarning diqqatini qo'zg'adi. Ya'ni 2014-yil 2-oyning 8-kuni kechqurun Dilo ma'lum qiluvchi Qosim Ibrohim kuy o'g'lidan bir telefon topshirib olgan. Kech soat 7 atrofida shinjan vaqti. Qaynotasi Qosimaxonga telefon orqali qizingiz uyga bordimi? Mushu pul to'g'riliq sizga bir tuqqan pul to'g'riliq takallish
sal ziddiyatlashib qolgan. Topamidan xumdandan chiqib ketibdi. Razvedchiklar Qosim Ibrohimdan texmi ishkirlab ahvol egilganda, u 2 oyning 8-kuni yo'qolib ketguchi, ya'ni qiziga telefon urib, bankidan olgan 10 ming yuan qarzning vaqtini to'shib qolganligini, shunga 10 ming yuan berib turishini aytganligini aniqladi. Razvedchiklar bu delo mana mushu 10 ming yuan bilan munosabatlik bo'lishi mumkin deb faraz qilib, yo'qolib ketguchining eridan gumonlandi va erining mijoz xarakterini egiladi. Ayni vaqtda bu ayoli uyni yo'qolib ketgani 48 soat uloqlar ham yo'ldoshi bilan azroq bir dadasiga pul o'tniverish bermaslik mushu jihatda gap takalishib qilib suqashgandek bir azroq gumonliq matrapli bo'g'achqa tekshirishni qanot yaydi o'gan. Biz buni yo'ldoshniki ahvolini boshqalarni egallash orqali buning bir qadar ochchig'ining yomonligi tarsaroq bunda ahvolni egallagandan keyin bu o'ltirayotgan bo'lishi mumkin. Bizda boshdan oxiri razvedchiklarning kallasida shu qarash bor. Razvedchiklar yo'qolib ketguchining erini bir necha qitim chaqirtib so'roq qilgan bo'lsa-mu, ammo u bu haqda deloni boshqagudek biror yip uchi bilan ta'minlamadi. U ta'minlagan gumonliq nuqtalardanmi biror yip uchi tepilmadi. Bu gumondor shu bozor ichidagi og'inamdan pul so'rab kirgan, qiyintamga pulni shu 10 ming ko'yni taqlab turay deb. Men xumdandan keyin shu xumdandan keyin loballadan pul so'rsam, to'xtanglar aytoshqanda berildi degachga, men pul so'rab kirgan. Pul so'rab kirsam, bu og'inam bilan ko'rishammidim, telefonda aloqalashgan. Degandan keyin telefon xotirasini tekshirsak, telefonda aloqalashgan uchur chiqmadi. 10-da kirsak, bu aloqalashdim degan og'inisi satrashga qozoq ketib qolibdi. Uni tekshirishga amal bo'lmadi. Siz pulusi bormidi yoki pul biring deganmi degan ma'lumotni so'rash mumkin bo'lmadi. Deloda yana ilgillash yo'q. Qanday qilish kerak? Yo'qolib ketguchining erining soqchi taraf qachon chaqirsa shu chaqda kelishi. Kelgandan keyin birli gapni takrorlashi bu deloning pash bo'lishiga nurg'un to'salg'ularni olib keldi. Qachon telefon qilib chaqirsak shu vaqt keldi bu. Qochmaydi. Qattiq qochmadi. Bu bir xil shu urug' tuqqanligi ketganmiki, o bu deganda gaplar. Bu shu bir xil gapni takrorlayverdi. 5 kun oxir shunda qiyintamga pul bermoqchi deb, men pul tepranmagan, loban pul bermagan deganda. Shundaqdimi razvedchiklar uningga bo'lgan tekshirishni bo'shashtirib qo'ymadi. U bir gapni takrorlashdan zerikmagan bo'lsa, razvedchiklarimiz yangi ahvollarni egilib, uni qayta chaqirtib zerikmadi. Chunki razvedchiklarimiz mana mushu xil usulda delodi yangi bir ilgirlashning bo'ladiganligiga ko'z yetgan edi. Darvaqa gumonliq nuqtalar bayqilishga boshladi. Orliqdan bu ikkisiniki gumondor bilan biz gap so'rash orqali buning orasida shu oltinda talash tortish. Bo'lgan shu bundan azroq yipchi chiqdi bu. Masalan, gumondordan shu oltinniki buni so'g'a vaqtda buni ayolim o'zi olib chiqibdi ekan deb deydi. Bundan keyin biz bu sirtdan ahvol egallash, uydagilar ahvol egallagan vaqtda gumondorniki Muhammad Davlatning onasining ahvol egallaganda bu oltin men dedi. O'g'lim Muhammad Davlat achkatgan. Manda degandan keyin biz azroq bu yerda gap tepishdi. Chuqur ish bor ekan deb gumondor Muhammad Davlatni biz 7-oyning 2014-7-oyning 31-kuni qayta sampl saqson chaqirtib kelib, qayta uni so'rdik. Qayta xizmat ishlasak bu yana ham joyli qilib iqror qilmadi. Undaqda bu oltin bilan bu deloning qanday munosabati bor? Ro'z Muhammad Davlat jamoat xavfsizlik idorasi bir necha qitim chaqirtib so'roq qilganda, qaynotasi 10 ming yuan so'raganda ayoli bilan mushu pulni berish bermaslik to'g'risida gap talashib qolganligini, ayolning undaq bo'lsa to'yliq melim bo'lgan oltin jabduqlarimni setib bo'lsin beraman deganligini, shunga bu oltin jabduqlarni ayolning ilib chiqib ketish ehtimolligi borligini aytgan edi. Ro'z Muhammad soqchilar ancha diqqat qilib ketmaydi-ku deb qarab bu gapni bilib bilmay chiqarib qo'ydi. Qobil razvedchiklar dal mushu yip uchun tutib turib, deloni pash qilishni bekitdi. Undaqda haqiqiy ahvol sadi qandaq? 2014-yil 8-oyning 5-kuni razvedchiklar Ro'zi Muhammadni yana chaqirtib ahvol egildi. Biroq
u yanala ko'ni gapini takrorladi. 2014-yili 8-oyning 5-kuni gumondarni yana qayta chaqirtib akilib, qayta so'roq qilib, qayta yana xizmat qildik. Yana qiraqimidi? Yana xizmat qildik. Razvedchiklarning Ro'zi Muhammad va uning ota-onasiga qayta xizmat ishlashi natijasida haqiqatan deloda ilgirlash bo'ldi. 2014-yil 8-oyning 6-kuni atdiganda gumondarning oilasiga bizning idora boshlig'i Mamtun Ablajonga telefon qilib, bizni ma'lum qildi. Ro'zi Muhammadning iqror qilishicha, 2014-yil 2-oyning 8-kuni ayoli, ya'ni yo'qolib ketguchi Xayrnisa Qosim balnisda yetib davolanayotgan cho'ng onasini yo'qlab kelish uchun Sampul yezliq shifoxonaga borgandan keyin Ro'zi Muhammad Davlat 2 soatdan keyin hisobotidagi ishni boshlaydi ekanmiz deb ayolni og'il bo'lgan. Ham o'zining mototsikletiga mingizib qaytirib kelgan. Qaytish yo'lda Ro'zi Muhammad uyga kirib chiqqan. Öyküydüm. Ayolim eni oldida qolgan. Men öykishib, öykünün altın zibizini elib, Nerede güvenli? Sapulezi joyga 3-chi mahallik öyküydüm. Ayolim eni oldida qolgan. Altın zibizini elib, qaytdi shu makana qurilish chaklik mas'uliyat shirkatiga o'zim ishletgan xonadonga kirdim. Ayolimni elib. Demek o ayolning oltin jabduqlarini elib olish uchun uyga kirgan. Onun dastlabki so'roqlarda 6 daqiqada aytganlari yolg'on edi. Onun ayolning oltin jabduqlarini nima uchun elib olganligi hozircha bizga noma'lum. Xo'sh, u endi nega bordi? Biz gapni Ro'zi Muhammaddan anglab boqaylik. Undan da biz yetib qolib qo'yga ayolim katta darvozani oldidan shu yerga chiqib qo'ydim motorda. Men xundanga ishga chiqib qo'ydim. Ağırlıqda çıkamaq vaxtı oldu. Saat 12 bilen işini şutqanğa. Çıkamaq vaxtı oldu. Ben şu yerden kelib öy geldim. Öy gelsem ayolumning yo'q ekanligini bildim. Ular bir xish zavodining 2 xil ish maydonida ishlaydi. Ro'zi Muhammad azroq ishlabla ayolining qishig'i keldi. Va biz filmimizning beshida aytib o'tgan 10 ming yuanning gapi bo'lindi. Ajitimdan chiqqan bo'lsam, Bayshara bankining pulisini tilib olgan bo'lsam, deb shunda deydi deb shunda degandan keyin men dedim ayolimga. Endi buronqi pul taqatsa, dadamning pulda, endi bu 10 ming pulni bersak, keyin qanday tilab beramiz pulni deb shunda degandan keyin ayolim dedi, altınını satib bermamse deb shunda degandan keyin altınını satmanglar, endi qulbajini araqaga sovuq chiqib qolar deb shunda dedim. Mana shu 10 ming yuan to'g'risidagi talash tortish bu qitimqi fojianing o't piltisi bo'lib qoldi. Bo'ldi shu Ro'zi Muhammad 10 ming yuan pulni bermaylar, bu qaytib kelgil bo'lmaydi degan qarashga kelgandan keyin ayoli Ro'zin Saxon bu Ro'zi Muhammadni ağzını buzup tıllaydı. Tıllagandan keyin Ro'zi Muhammad motoninki şu oldin tayyorlab motorda ep mangan 60 cm atrofidagi suv trubusiniki pulat turba. Ne elib qulga men sana üzerine köksüp qo'yman deb oyman. Yeniga aprep Oymatqiya bor. Şunun yenida bosh qismiga tümür kaltak bilan birini urdi. O bara vahshiylashib, texi jon talishayotgan ayolini o'rak ko'mib etgan. Bu oyman ichiga tashlagandan keyin mo texe putni sunib yig'ib degandek jon talishdi. Bu Ro'zi Muhammad yandagi toshni elib, ayolni dumlab, dum qilib oyman ichiga bel qismiga toshni qo'yib, bosh qismidan tortib bel qismigacha to'pini qo'lida tortib ko'mgan sharoitda texe jon talishdi. Beldan o'tib, dumbi qismiga kelganda Xayrnisa xonninki jeni chiqib midirlamaydi. O bu ishlarni tugitib, xotirjam holda ish o'rniga kelib ishlaydi. Undan keyin butkilay ko'mib o'tib, yana chiqib, undan ketdim zavodga. Zavodga berib, zavodning oldidagi oshxonadan tamoqamni yeb. O araliqda ish chiqqa vaqt oldi, berib undan ishladim. Ro'zi Muhammad Davlat qiyin otsi dilo ma'lum qilgandan keyin
razvedchiklar chaqirtib so'roq qilganda ayni ahvolni iqror qilish u yoqda tursin, vaqa yuz berib 8-kuni fursat tepib jasadni asladagi o'rnidan yo'tkashga ulgurgan edi. 10-da tushdan 11-da at degangacha biz gumonimiz bu shu o'ltiryapti ayolni degan qarash bo'lg'achqa tutib turib suhbatlashdik. Qoldirib surishtirdik 24 soat. Bu gumondor shu oraliqda biz 16-soatgacha bo'lguncha oraliqda material olganimiz 3 qatam odatdagidek suhbatlashganimiz yana 2 qatam bo'lg'achqa bu gumondor qo'rqib 16-soat ayolni 8-soat ko'mgan. Dastlabki birinchi naq maydondan yo'tkab tag'ag'a sulab kiyimini ayolning kiyimini soldirib yalang'ochlab tag'ag'a qachilab ayolning kiyimini shu ochiq gezisiga chiqib yo'ldagi 5 to'g'ri gezisiga suv bortgan o'stanga eqib turgan suvga kiyim tashlab o'tib suvda eqib o'tgandan keyin ayolni tag'a bilan ochib o'zininki Langa kenti Sampulesning Langa mazar etgan mazarga ko'mib o'tgan. Shunday qilib yo'qolib ketdi deb qaralgan Xayrnisa 6 oydan keyin tepildi. Amaliyotda u 6 oyning yoqi yo'qolib ketmagan. Aksicha o'z eri tarafidan o'ldirib o'tilgan. Ro'z Muhammadning pushti bo'lgan ashu hayotlikmi yo'q dunyoga ko'z ochishga ulgurmayla o'z dadasining qo'lida u dunyoga safar qildi. Jinoyat gumondlarini qandaqmi dada yoki umrlik hamroh degil bo'lsin. 10 ming yuanni qiynatisiga berish emas, berib turish uchun bir jonning yoq 2 jonning jinin zamin bo'lgan bu qotilni qandaqmi kuyovg'il degil bo'lsin. Shunga menimcha hammamiz bu fojiadan ibrat olishimiz kerak. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, programmamizning bugungi soni oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishaylik.